ustozimizda nima bo'lgan? Ana shu mahsulotga bo'lgan ishonch bo'lgan. Va men pul uchun qilaman demaganlar. Nimaga? Chunki bu mahsulot qanchalik sog'liqqa foydali ekanligini his qilib, buni O'zbekistonda hali yo'q bunaqa natijalar, bu orqali ko'pchilik tabiiy yo'l bilan davolanishni bilmaydi deb qattiq kirishganlar. Mana oddiy o'zimiz ham ota-onamiz vrach bo'lgan, o'sha sog'lig'imizda muammo bo'lganda bizga bu mahsulotni tavsiya qilganda biz yig'ishtir deganmiz. Meditsina hal qila olmagan narsani bu hal qiladimi deganmiz. Mana bunaqa fikr hozir 90% odamda shunaqa fikr. Ana больницаga boring, o'chirib bo'lib turibdi. Manerga chaqirsangiz ikkilanadi. Qarang. Chunki nimaga? Meditsina kirganiga 200 yildan ziyod bo'ldi-da. 200 yildan beri meditsina deb yurgan odamga biz endi 15 yil bo'ldi. Ko'rasizmi, o bir 200 ga kirgan boboy bilan 15 yoshga kirgan bolani gapini kimni gapini eshitadi? O'sha yosh katta bu zo'r deydi-da. Lekin 200 yil oldin nima bilan davolangan degan savol paydo bo'ladi-ku. Ras meditsina 200 yil oldin paydo bo'lgan. 200 yil oldin o'sha giyoh bilan davolangan insonlar. Tabibga borsa, tabib shuni tomirini ushlagan. Bunga nima yetishmayapti? Ana shuni shu giyohni yeysan degan. U giyohni yegan, organizm shuni yana balansga tushganda o'zi avtomatik o'zini remont qilishni boshlagan. Mana shuni bizning ustozimiz anglab yetib, o'zi vrach bo'lmagan, shu vazirlikda ishlaganlar, lekin vrach bo'lmagan. Lekin shunda ham o'sha insonlarning sog'lig'iga foydam tegsin deb shu faoliyatni boshlaganlar. Mana 15 yildan keyin, mana hozir 15-16 yil ketyapti, respublika bo'yicha shogirdlari bor, ofislari bor, qanchadan qancha natija olgan insonlar bor, qanchadan qancha farovonlikka erishgan insonlar bor. Shuning uchun bu yerda o'tirganlar hech qachon men bo'ldi, menga nima kerak demang.